Birinchi bosqich. Quvnoqlik va kuch. Tanadagi gormonlar, adrenalin, dopamin faollashadi. Quvnoqlik, kuch, baxt paydo bo'ladi. Bir marta sinash va lazzat. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Ikkinchi bosqich. Odat va chidamiylik. Bo'l boksga ichki kurash boshlanadi. Nafs va aql. Tanasi o'rganib qoladi. Oldinga miqdor ta'sir qilmaydi. Ko'proq modda kerak bo'ladi. Kayfiyat pasaya boshlaydi. Ko'proq modda, ko'proq hissiyotlar. Скроет ночь немая, за тобой крадется он, и вот-вот поймает. Uchinchi bosqich. Qoramiylik va istak. Moddasiz tana og'riq, bezovtaligi, depressiyani his qiladi. Hayotdagi boshqa narsalar, o'qish, oila, do'stlar, barchasi ortga suriladi. Ты слышишь, кто-то рядом притаился за углом и пронзает взглядом. Men yo'qtirgan bosqich. To'rtinchi bosqich. Halokat. Nafsning butunlayga yengishi, sog'liq yomonlashishi, oila parchalanishi, kayfiyatni yo'qotilishi, to'xtash qiyin bo'ladi va nihoyat o'lim. O'z nafsiga kul bo'lganlar bu yo'lda hech kimni ayab o'tirmaydi. Ular yosh qurbonlarni tanlaydi va chegaralardan chiqadi. Nafslari ustun bo'lgan bir paytda ko'zlariga hech narsa ko'rinmaydilar. Ularga yoshlar oson o'ljadir.